Qo'ygan qarang. Bunaqasini ko'rmaganman. Egalari ham shinavanda egalladi. Qo'qonda eng gigant stroy material bo'yicha kompaniya bor ekan. Umumiy tasavvur qiling, 2000 kvadrat maydonda ekan bitta do'konligi. 35000 xil mahsulot bor ekan. 50000 xil rang. Tasavvur qiling, shuncha rangi bor. Tikurillani vodiy bo'yicha yagona dilleri aynan Domstroy hisoblanishar ekan. Qurilish mahsulot ishlab chiqaradigan kompaniyalar ham bu gigant Domstroy bilan hamkorlikda ishlashi rosa xohlashadi. Chunki juda ham katta ob'yomda sotishadi assortiment bo'yicha. Vodiyda narx-navo bo'yicha eng nomer 1 do'kon hisoblanar ekan. Hozir Qo'qondagi filialdaman. Do'konga shunchaki mahsulotlarni emas, mana dekoratsiyani o'zini ko'rib maza qilib aylanib yursangiz bo'lar ekan. Agar sizga qurilish mahsulotlari kerak bo'lsa, Domstroyga kelsangiz, любой uyingizni qurilishga bog'liq bo'lgan mahsulotlarni aynan shu yerdan arzon narxlarga любойni topsangiz bo'ladi. Xodimlarning muomalasiga maza qilardim, ishoning. Menimcha vodiyda hamma biladi. Endi yana ham bir ro'y eslatib qo'yaylik dedik. Hamma yaqinlaringizga tarqatib qo'ying-da. Chorsidan dehqon bozoriga kelishda mana o'ng qo'lda katta Domstroy ko'ryapsiz-da. Undan tashqari vodiy bo'ylab Farg'ona, Yangiqo'rg'on, Yaypanda ham filialligi bor.